Assalomu alaykum do'stlar hammaga. Bugun biz sizlar bilan Buldrop saytida o'zimizning omadimizni sinab ko'ramiz. 10,000 so'm evaziga bo'lmasa birinchi hisobimizni to'ldirib olamiz. Xo'p, ko'pchilik hozirda bu saytni ishlatmoqda. Ko'ramiz bugun omadimiz keladimi yoki yo'qmi. Xo'p, hisobimizni to'ldirib olamiz. Bizga 75 coin berar ekan. Xo'sh, to'ldirib olamiz. Mana bizda bo'ldi to'liq, уже menimcha bergan bo'lsa kerak. Beribdi. Coinimizni bergan. 75 va 94 coin bergan. Xo'p, endi biz buni ko'paytirishga kirishamiz. Demak, xo'p, qatdan ko'paytiramiz. Qani. Keling, biz birinchi crash o'ynab ko'ramiz. Xo'p, bu yoqda yomon emas. Qolganlarni ham ko'rib qo'yamiz crashini. Yo'q, bu yoqda ahvol chatoq ekan. Roblox'dachi. Bu yoqda ham chatoq ekan. PUBG'ning o'zida CS:GO'ni ko'rib qo'yamiz. CS:GO'da yaxshi uchyapti ekan. Mana yana ishda o'ynab ko'ramiz qani. Xo'p, bizda bitta deyardik ekan boshlaganimizda. Xo'p, bir coin tikib ko'ramiz. Ketdi bo'lmasa. Bizga 2 coin yetadi. 2x dan ortiq tushishini kutmayapman. Shuning uchun 2x o'zida qo'shib olamiz. Xo'p, mana shuyimiz ketdi. Bizda 77 tanga bo'ldi. Xo'p. Bu tushyapti-yu bu. Odam yuragini siqib 6x yuborganini jibuniga. Iboat. Mayli, omad. 12 da. Hop. Qani biz yana bir tikib o'ynab ko'ramiz endi. Hop, ketdi. Qani. Ikkida ushlaymiz buni ham. Bizani yedirdi bu. Bu bizani yedirdi. Boshqa ruletkaga o'tib ko'ramiz, boshqa bir o'yinlarga. Yo'q, kelinglar, keyin ochib qo'ya qolamiz. Tavakkal, dengiz maxluqida ochamiz ham 9 ekan, yetdi. Yaxshi berar ekan, menimcha, yaxshi berar ekan. Yaxshi. Mana shu ruletni ochib qo'ya qolamiz. Hop, 2 tali ochamiz. 2 tali 38 tanga. Davay ketdi. Xo'sh, sumka biz foydaga kirdik. Foyda bizda 90 ta bo'ldi уже. Shotimiz. Давайте yana 3 talik ochib ko'ramiz. Ketdi. Xo'sh, biz уже yedik, ancha yedirdi bizni. 47 ta qolyapti bizda. 2 talik ochamiz 38 tangaga. Давайте. Biz ham yaxshi, baribir ziyondamiz. Hop, yana 2 talik. Mifik berdi bizga 106 ta. Уже foydadamiz biz. 141 ta bo'pti. Bu yo'lni sirasi chiqarib olishimiz kerak. Bizani egizdirib oladigan 63 ni chiqarib olamiz. Hop, ID 98 ta, 100 ta emas, 98 ta. Hop, 100 chiqarib olish bo'ldi. Biz уже 63 ni chiqarib oldik. Yana 43 ta coin qoldi. Endi bunga ham ochib qo'yamiz ruletga. Hop, 2 talik qilib ketdi. Xo'sh, bizda bizani yedirdi, ozgina yedirdi. Hop, endi o'yinda bitta ko'paytirsa agar yana 2 talik ochsa bo'lar ekan. Bir crash ko'taramiz. Davayt bittadan.
o'ynash ketdi. Agar bitta ko'paytirsak yana 2 ta ochib yuboramiz bir marta. 2x tushimiz ortiqchasi kerak emas bizga. Bo'ldi, bizga yetadi. 38 2 ta bo'ldi bizada. Давайте o'tib endi 2 talik ruletka ochib yuboramiz. Hop, 38 taga ketdi qani. Yo, bizani уже yedirdi. 35 ta qolyapti bizda. 35 ta qoldi. Hop, yana ko'paytiramizmi? Hop, bitta tikib ko'ramiz. 2 ta tikaylik mayli. Ko'ramiz, 2 tani 2x tushasiga. Biz yana 2 talik ochib yuboramiz. 6 ta tikmoqchiman. 1.5x ta ketdi qani. Agar tushasa 39 ta bo'ladi. 1.5x tushasa avtomatik stop qo'ydim. Hop, ketdi. 1.40, 1.5 уже 9 ta bizda 39 ta bo'ldi. O'tib ruletkamizni 2 talik ochib olamiz yana bir marta. Давайте. Hop, yo, bizani yedirdi. Anchagina yedirdi bizani. 23 ta qoldi shotimizda. Hop, yana eshik o'tib olaylikcha. Kurashni ko'ramiz bir yana. Yotibdi ekan. Hamma joy shunaqa ahvolda ekan. Zo'r emas bunaqa. Endi biz yana ishga qaytib ko'tarilishga umid qilib tikamiz, chunki ko'p yegan bu yerda. Bitta ko'tarilib bersa kerak degan. Omad keldi. 21 ta qolyapti bizda. Hop, bu yoq yaxshi uchyapti ekan Roblox. PUBG'ga o'tamiz. 2 yaxshi uchgan. Mana bu qaytamini tikib ko'raylik-da. Давайте, bir o'tir. Hop, 2x tushimiz. Yedik. Yana bir bor yedik. Hop, qani bo'lmasa, ruletka ochib qo'ya qolamiz. Biz bu yerda omadimiz kelmayapti cho'ta. Bittalik ruletka ochib ko'ramiz. Iloji yo'q ekan boshqa. Hop. Endi chiqamiz va sekin o'zimizdan ruletkaga borib ruletka ochib kelamiz. Baslarda yo'qmikan arzonroq ruletkalar? 15 talik bor ekan mana bu. Hop, bu yerda nimalar bor o'zi? Yo, 300 ta, 100 ta. Yo, o'chida ruletkada bermas ekan. Hop, pasroqga tushaylikchi qani. Xo'sh, Poseidon ruletkasi bor ekan. Hammasi yoki hech narsa degan. Hop, ko'ramiz nimalar bor. Bitta Poseidon bor ekan, 2800 ta, 171, bu yo'q pas ekan. Bu yoqda juda pas ekan shansi. Qancha buni ochmay qo'ya qolamiz-da. Sekin o'zimizdan borib bittalik ochib qo'ya qolamiz. Borib o'yinimizga nima bo'lsa bo'ldi, endi bu yerga farqi yo'q. Xo'sh, qancha bu? Tutamiz qancha ekan? Qani 14 ta. O'sha zarardamiz, o'sha yetib kelamiz. Hop, do'stlar. Biz ko'rdinglar 60 chiqarib oldik, yo'q bo'lmadi. Haqiqatda 10 mingga 60 olgandek bo'ldik. Undan tashqari omadimizni ham sinab ko'rdik. Endi bizga bermadi, to'g'risi. Meni fikrimcha kam yuz bo'lsa ham olib qochish kerak, chunki bu spetsialniy o'zini partnyorlariga beradi. Bizdaqa odamlarga emas. Bizdaqa odamlar 100 ga balans bo'ldimi, chiqarib olib bu yerdan qochish kerak. Hammalaringga rahmat tomosha qilganlaring